Assalomu alaykum. Mana bugun yangi ishga kelaman deganlarga, yangi kelganlarga taxograf haqida qisqacha ma'lumotimni berib o'tmoqchiman, o'zim bilganimcha. Hozir Vigruskada turibman. Vigruskaga turganimda Malatokchada yana taxografda mana bunaqa belgisi bo'lsa, yangi taxograf bo'lsa, yangi mashina, yangi taxograf bo'lsa, yana Vigruskani ham qo'yish kerak. Ya'ni qanday qilinadi? Mana birinchi strelkani tepaga bosamiz. Glavniy menyu chiqadi, bosh menyu, водитель, pastga 1, 2, 3, 4 ta pastga tushgandan keyin, bosganimizdan keyin OK deb bosamiz. OK deb bosganimizda avtomobil chiqadi. Avtomobildan yana pastga tushiramiz. 1, 2, bu yerda pogruska, razgruska bor. Bizaga vigruska kerak, ya'ni razgruska. Ana shuni OK deb bosamiz. Shunda vod сохранен. Mana bu manualniy vod deyiladi, ruchnoy vod. Ya'ni qo'l bilan qo'yish kerak buni. Yangi taxograflarga shunaqa qilib qo'l bilan qo'yiladi. Yana chiqishda bosamiz orqa qaytish strelkasini. Mana shu qisqacha ma'lumot.